Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Max Tuningda yana bitta Cobalt MCM tayyor holatga keltirildi. Qilingan ishdan tezlik bilan obzor qilamiz. Birinchi navbatda rullarini перетяжка qilib berdik. O'zini ruli bilan sirpanchi, qo'li sirpantiraveradi. Biz yaxshi ko'jalardan перетяжка qilib qo'yganmiz. Chetlari perforatsiya, tepasi pasti bilan gladki nappa ko'jadan bo'ladi. Undan keyin ish yapishkada materialli chassis bor, uni ham kojini qilib berganmiz. Rul bilan bir xil perforatsiya ishlatilgan. 4 ta eshiklarni shumka qilib, cho'nchalarni karpet qilib qo'yganmiz. Bundan keyin eng qiziq joyi bar o'rnatib berdik. 12 avtomobilni original barlarini uстановка qilib berganmiz. Detallar stalnoy bo'ladi, biz uni qora qilib berganmiz. Korosida беспроводной zaryadkalar ham mощностьli telefonlardan solib qo'ygan lokamli. Skoroskga tushishlari idealni tushadi. Ruchnoy tormoz qo'lda, podstakannik. Bar ustki qismini koja qilib berganmiz. Stenlar bilan bir xil, choklarning rangigacha bir xil qilib. Barimiz anchida перекрутерлari bor, joylashtirib qo'yganmiz. Telefonlar ham okamlar zaryadga turibdi. Беспроводноylar ham ishlaydi. Bundan keyin shtatniy pultiga bitta avtozapusk qilib berdik. Uni ham ko'rsatib, videoga yakun yasaymiz. Avtozapuskdan oldin oyna ko'tariladigan qilib berganmiz, podсветка ham qilib berganmiz. Shtatniy pultdan yopishgandan beri 4 ta oynasini ko'tarib beradi birma-bir. Ochiq qolib ketgani juda ham yaxshi funksiyasi. Bundan keyin o'zini pultiga zavodiyachilik qilib berganmiz. Yopish knopkani 1, 2, 3 marta tezlik bilan bosib, zavodit bo'ladi. 10 minut davomida zavod bo'lib qizib turadi. Vaqtga chiqsa ochib o'tirib, bemalol haydab ketsa bo'ladi, xohlasa. Xizmatlar bo'yicha Max Tuning aloqaga chiqib qo'rasizlar, ishdan chiroyli qilib bitirib beramiz.